O'tgan safar Free Fire'chilarga va'da berib qo'ygandim, agarda 10 ming like yig'ib bersanglar, sizlarga nastroyka tuzishni o'rgataman degandim. Ana shu videoda 30 ming like yig'ib bergan ekansizlar, mayli sizlarga o'rgatishga qaror qildim. Mana shu videoni ko'rgan har bitta Free Fire va PUBG like bo'lsa, va meni 10 ming taq qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'lardi. O'zim nimaga katta content makerlardan so'ramay, aynan mendan so'raganinglarni bilmadim, lekin meni hurmat qilgan ekansizlar, mayli sizlarni ham hurmat qilib, mana shu videoni chiqarishga qaror qildim. Birinchi qiladigan ishinglar mashq zonasiga kirib, bitta Deagle olishinglar kerak bo'ladi va keyingilari ana telefoninglar uchun o'zingizlar nastroyka tuzishinglar kerak bo'ladi. Masalan, hozir ko'rgan bo'lsanglar, deyarli faqat qoringa tegyapti. Shuning uchun nastroykaga kirib, nastroykani salgina tezlashtiramiz. Birinchi 200 ga qo'yib olganingizdan keyin, agarda sizlarda nastroyka tipi bo'lib ketadigan bo'lsa, salgina pastlatib, ana shunday qilib o'zingizlarning nastroykalarini topib olsanglar bo'ladi. Aytgancha bitta narsani aytib qo'yay, men Free Fire'da oldin o'chirib tashlaganligim sababli yana bir marta nastroyka qilib o'tgim kelmadi. Ko'rishinglar mumkin, agarda o'zingizlar nastroykani topib olsanglar, mana shunaqa hit berishinglar juda ham oson bo'ladi. Aytgancha jigarlar, oldingi katta akkauntim blok bo'lib ketdi. Shuning uchun bittadan podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yaqinda 10 mingta bo'lamiz. Agar sizga dunyodagi eng ishonchli va eng arzon akkaunt savdo kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Silkalari videoda.